Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hamyonbop narxlarda bir Porscheli Zubr mini traktorlarimizni bugungi videomizda tanishtirib, narxlari bilan aytib o'tib ketamiz. Kimga ushbu traktorlarimiz qiziq bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Xohlaganlarga 4x4 oldi arqa tortadigan, xohlaganlarga hamyonbop narxda orqani o'zi tortadigan mini traktorlarimizni tanishtirib o'tib ketaman. Dastavka xizmatlari butun O'zbekiston bo'ylab bor akalar, murojaat qilaverasizlar. Unda tanishtirishda davom etamiz. Zubr Monster akalar Xitoyda ishlab chiqarilgan bir Porscheli через remen orqali harakat oladigan mini traktorimiz. Remenlari ham bezapasni o'ralgan holatda bo'ladi. Motorlari 1125, 25 ot kuchli. Salarka rasxodlari soatiga 1 litrdan 1,5 litrgacha rasxod qiladi. Bularimiz orqani o'zi tortadi, keyin balonlar razmeriga agatlarga tushadi. 60, 70, 80 qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Korobkalari katta vomli korobkadan ahamiyat berasizlar. Vomlarigacha bor. Bemalol kapatil, jatka, frezani qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. 120, 130 lik frezani bemalol ishlataveradi. Aytib o'tganimizdek, balonlari ko'rishlari mumkin. Ligirovka katta kichik bo'lib ishlatsalaring bo'laveradi. Inshoolari mana ko'tarib tushiradigan oldida nasozlarigacha mana katta nasozdan qo'yilgan. Oldiga 8 ta, orqaga 4 ta skoroslari bor. Zubr Monster firmaniki. Suv datchik, moy datchik, akkumulyator datchiklari qo'yib qo'yilgan. Rollari mexanikali bo'ladi mana. Statorlar 12 voltlik katta statordan qo'yilgan. Vozdixlariga ahamiyat berasizlar, ancha original. Bularimiz ikki xil ko'k hamda qizil rangda yetib kelgan. Bularimiz faqat orqani o'zi tortadi. Endi oldi arqa tortadigan traktorimizni tanishtirib o'tib ketaman. Motorlari bunga qaraganda ancha baquvvat, 1135, 35 ot kuchli. Soatiga 1 litr 8, 2 litrgacha salarka rasxod qiladi, lekin 2 litrdan o'tmaydi. Bunimiz oldi ham arqa ham tortadi mana, ko'rishlaring mumkin. Bularimiz ham 60-70 ga bemalol cho'radi. Razmer bo'ladi akalar. Balonni teskarida solsalaring yana 70 agatga cho'radi. Hozir 60 ta turibdi. 120 holatda. 140 qilib ishlataverasizlar. Bunimizda ham korobkasi o'sha vomli katta korobkadan qo'yilgan. Bularimiz ham 120, 130 lik frezalarni bemalol ishlataveradi. Undan tashqari jatka, kapatil taqsalaring ham bo'laveradi. Sidenalari mana ancha yumshoq qilib ishlangan. Buni skorosi o'rtada joylashgan bo'ladi. Oldiga 8 ta, orqaga 4 ta. Rollari bularga ham mexanika, suv datchik, yog' datchiklari qo'yib qo'yilgan. Kalitga ham undan tashqari ruchniy o'tatsalaring ham bo'laveradi. Ko'rishlaring mumkin. Balon razmerlari 9,5 ga 20 lik, oldi balonlari 600 ga 14 lik razmerda bo'ladi mana. Eng qiziq joy akalar, bular narxlariga keladigan bo'lsak, oldi arqa tortadigan 1135 traktorimizni 49 million so'mga, orqani o'zi tortadigan 1125 mini traktorimizni 41 million so'mga kelib do'konimizdan xarid qilsalaring bo'laveradi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, hamda kimga qanaqa texnika qiziq bo'lsa kommentariyaga yozib ketsalaring, keyingi videomizda albatta o'sha traktorimizni tanishtirib, narxi bilan aytib o'tib ketamiz. Jatka disklarimi, freza, chizel, plug hamma agregatlardan o'zimizda bor, kelib ko'rib xarid qilib olsalaring bo'laveradi.